Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 27 fevral kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol sharqdan 9-14 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ochiq hududlarda esa 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 9-14 darajalik bo'ladi. Navoiy viloyati cho'l hududida kechasi 2 daraja sovuq, 3 darajalik, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 1-6 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushadi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Vodiyda, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushadi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.